Good afternoon, my dear pupils. How are you? I hope everyone is alright. So today we will cover a new lesson about health problems. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan bugun yana yangi darsimizni o'tamiz. Open your books at page 256. You can see here the topic about health problems. 256-betda health problems, ya'ni sog'liq bilan bog'liq bo'lgan ya'ni muammolar, ya'ni og'riqlar to'g'risidagi mavzuyimiz bor. Okay, exercise 1. Match the words to the pictures, listen and check. So you have to match these words in the box to these pictures. Mana bu to'rtburchakni ichidagi so'zlarni suratlarga moslashtirib qo'yib chiqishimiz kerak. Ya'ni bu yerda yangi so'zlar. Men bularning tarjimasini aytib beraman, sizlarimizga yozib olamiz va mana shu exercise'ni mashq daftarimizga qilamiz. Okay, the first, a stomach ache. A stomach ache. Qorin og'rig'i. A fever. A fever. Shamollash. A bruise. A bruise. Ya'ni ko'kargan joy degani bu biron bir joyga urib olsa yoki mushlashganda bo'ladigan narsa. A toothache. A toothache. Tish og'rig'i. A cough. A cough. A cough yo'tal. Keyingisi a sore throat. Tomoq og'rig'i. A sore throat. A sore throat. Tomoq og'rig'i. A headache. A headache. Bosh og'rig'i. A runny nose. A runny nose. Ya'ni burun oqishi degani bu. Okay. Now you're going to fill these gaps with these words. Mana shu exercise'ni shunday suratlarga moslashtirib chiqamiz. The next exercise 2. Describe the picture. So you have to describe what's going on in this picture. Mana bu suratda nima bo'layotganini sizlar yozishinglar kerak gap bilan. Okay, the next exercise 3. Match the collocations, listen and check. Mana bu joyda 6 ta so'z berilgan va buni sheriklari bor. Bu yerda son bilan berilgan so'zlarni mana harf bilan berilgan so'zlar bilan moslashtirib to'g'ri keladiganini bir-biriga yozishimiz kerak. Ya'ni bu so'z birikmasi chiqarishimiz kerak. Misolda berib qo'ygan a serious symptoms, ya'ni jiddiy asoratlar degan symptoms degan simptom, ya'ni asoratlar, alomatlar degani. Misol kasallik boshlanayotganda bo'ladigan asoratlar. Mana shunday qilib qolganlarni ham to'g'rilab yozishimiz kerak. Misol uchun keyingisi avoid degan. Avoid biron bir narsadan chekinmoq, qochmoq degani. Ya'ni avoid the flu, ya'ni grippdan ehtiyot bo'ling degani. Okay, grippdan uzoqlashing degani. The next exercise 4. Read and listen to the text and check your ideas. Influenza. Here you have to read this whole passage and then answer the questions in exercise 5. Bu yerda influenza degan bir tekst bor. Shuni o'qib chiqib turib exercise 5 dagi savollarga javob yozamiz. Ya'ni influenza degani o'zi gripp degani. Grippni yana the flu ham deymiz ingliz tilida. The next exercise 6. You have to correct the sentences in exercise 6. 6-chi exercise'da mana bu suratning ostidagi gaplar xato berilgan, ya'ni o'rnlar almashtirib qo'yilgan hammasiniki. Sizlar to'g'rilab yozishinglar kerak. Misol uchun birinchi suratda mana bu bolani qorni og'riyapti ekan, lekin buni tagidagi gapga boshi og'riyapti deyapti. He is got a headache. Ya'ni uning boshi og'riyapti deyapti. Lekin bu xato, uni qorni og'riyapti desak, mana bu so'zlardan qaraymiz va to'g'risini topib yozamiz. Ya'ni bu yerda 7-chida turibdi. She's got a stomach ache deb turibdi. Bu yerda mana uning qorni og'riyapti deyapti. Bu yerda she deb qo'yibdi. She'ni ya'ni qiz bolalarga ishlatamiz, lekin bizning suratimizda o'g'il bola turibdi. Ya'ni buni to'g'rilab he deb yozamiz. He's got a stomach ache. Xo'p, shu bilan darsimizni tugatamiz. Agar biron bir narsaga tushunmagan bo'lsanglar, mendan so'ranglar. Vazifalarni vaqtida jo'natamiz. Goodbye. See you later.